Bu yoqqa kel. Chegirtka sho'plajatir, qurbaqqa kelajatir. Dadam ko'rmasa. Uyda nima sasiyapti? Oyog'i sasiyapti. Mani oyog'im sasimasdi-ku. Aka, siz eng yaqin qo'shnimisiz-ku, sizga bitta gap aytsam, dadamga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman, aytur. Bu basharangizni aytib qo'yadiganga o'xshayapti. Aytmayman. Ayt. Men kechqurun siyib qo'yapman. Hech narsa emas-ku, yo'li bor buni. Qassobxonaga borasan, bitta yaxshi qo'chqorda boya. Nima yeyapsan? Qo'chqordim moya. Uyda nimadir sasiyapti-da. Ha, yaxshiman, o'zing nima? Suyib qo'yapti ekan. Har kuni kechasi shamollab ketganmi? Bo'pti, mayli. O'rtog'ing Shahzod bor-ku, har kuni suyib qo'yayotgan ekan. Men sharmanda. Bu yoqqa kel. Bormayman, aldaysan sen. Men bormayman. Bormagandim-ku. Dadam bizni o'ldiradi. Dastlaqi. Nima sasiyapti desam san ekansan-da. Bu yoqqa kelda siyg'oq. Ay, og'riydi-ku. Dars, har kuni dars. Mehmon yaxshi. Mehmon keldimi? Uydagilar hamma yaxshimi, charchamasdan? Ha, keluvdik biz ham. Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Tog'a, assalomu alaykum. Jiyan, qalaysan? Yaxshi. Men ketdim ko'chaga. Qayoqqa? O'ynayman. O'ynasam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mayli. Rahmat. Jinnivoy, dadang qanday ruxsat berdi ko'chaga o'ynagani? Bizni uyimizga mehmon kelgan. Men xohlagancha o'ynashim mumkin, xohlagan ishimni qilishim mumkin. Utti, na, utti. Ha, qaynonanglar yaxshimi? Rahmat, o'z joyidami ishlaringiz? Rahmat. Yaxshi yuribsiz. Ha, o'zi yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Yo'q, qayni to'g'rilayapman. Tog'a, Jiyan, dadam. Ha, Ana, yaqinda olib kelgan chokatellarimiz qayerga qo'yuvdik? Eslolmayapman. Chokatilla qolmagan. Yo'q, kechagina olib kelgan yangi chokatellar bor-ku. Ha, kechagi chokatillami? Tosh ustida turibdi. Qayerda? Tokchani ustida turibdi. Rahmat, dadajonim. Tog'a, Jiyan, siz uyingizda biror nima sinsa nima qilasiz? kelgan balo qazo shunga ursin deyman, Jiyan. Zo'r ish qilar ekansiz. Kelgan balo qazo shunga ursin. Mayli, pochcha. Televizorniki ham kutaman. Xo'p, pochcha, rahmat. So'nggi so'zimni aytsam bo'ladimi? Xo'sh. Ay, og'riydi-ku. Assalomu alaykum. Jiya, yaxshimisiz? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsan, tuzimsan? Agar uyga mehmon kelgan ekan, men o'ynagani ketdim. Rahmat. Baxtli bo'ling. Yana. Rahmat, kinayi. Belim og'rib ketdi. Kim edi o'zi bu? Bu qo'shnimiz Sherzod akaning o'g'lida, yoshda sho'x, hech narsa qilmaydi. Yurmang, Nasim To'bek. Qo'shni uyga ko'p o'tayotgan ekansan-a? Ha, deb o'tirma, yosh kelin-kuyov uyat bo'ladi. Sen uying bormi? Uyim borda, ahmoq voy. Uyim yo'q bo'lsa, sizni qo'shningiz bo'larmidim. Bor o'sha uyingga, Jinnivoy. Ket demoqchisizlar-da, Ha, ket. Yo'q, ketmayman. Endi qarab tur. Men sana dadangga telefon qilaman, otangga telefon qilaman. Bo'ldi, kazorlik shart emas. Mana unda olib ketaman. Men senga nima degandim? Baribir telefon qilibdi-da. Terpilla. Hayotim mazmuni
Senga sovg'a olib keldim. Aytgan narsalaringni olib keldim. Bugun kechga mazza qilib romantika Qizingga olgan qilib. shokoladni onang nomini ham bilmasa kerak. Toy bola. Uzr qo'yilib ketibdi. Suhrob aka. Suhrob aka. Suhrob aka. Suhrob aka. Yuring, yangam chaqiryapti. Ertalabdan kelgansanmi? Maktab borsang bo'lmaydimi? Gripp bo'lganman. Hammaga yuqadi borsam. Nima bizga yuqmaydimi? Kattalarga yuqmaydi. Yuring ketdik. Qarab tur dasan, qarab turdi. Keling-da aka. Mana o'g'liz, mana siz. Nima qilsangiz qiling. Yangi uylanganman, tushuninglar ham meni. Mening bor uzr uka. Men senga nima degandim? Remeningizni bering-da. Remen bilan urmang. Nimaga? Remen bilan ursangiz, ay og'riydi-ku. Ay yurur, hammamiz student, viloyatda bolalari. Baribir xijolat bo'lyapman-da, jo'ra. O'ylanma, nimada uyalasan? Hammasi mehmondo'st, ko'rasan hozir. Ho, ana mehmonga olib kelgan bolang shampunimni olib ketib qopti. Telefonda tez olib kelib bersin. Nima kerak bu uyga mehmon o'zi? Ketdim men. To'xta, hazillashyapti ular. Bu Xullas, navbatchilik ro'yxatini qilib qo'ydim. Bugundan boshlab navbatchilik qilamiz. Ketib qoldim osh. Sen nima darsga bormading? oq ko'ylam kiyib ketibsan-ku. Sanikimidi? Ha, o'la. Estetika, madaniyat degan narsa yo'q. Birovni kiyimini ham kiyasanmi? Sen umuman gapirma, sen tuflimni kiyib ketibsan. Senikimidi? Nima sochi g'o'rab o'tiribsan? So'rachi. Sanikimidi? Mana yana ro'yxat. Bugundan boshlab aniq navbatchilik qilamiz. Kim keldi bu o'ylaysan? Akmal. Akmal? Topsana, qo'y. Haddidan bilaman. Aniq bilaman, hech kim navbatchilik qilmaydi. Просто o'rganib qoldim. Shunga yopishtirib qo'ydim. Xullas pul tashashib, bozorlik qilamiz. Menda zo'r taklif bor. Birinchi o'rinda Akmal bor, oyangni o'pib kel. Ikkinchi o'rinda hammamiz 50-50 qilib bir haftalik bozorlik qilamiz. Gap tamom. Mana bir haftalik bozorlik qildik. Ana 100 ming ortib qolgan pulni bolaga aytamizmi? Tushunarli, 50 ming qolibdi. Tushundim, 100 ming qarzga kiribmiz. Boladan yig'ib olamiz, ketdik. Bolla, insta haydashdi. Endi viloyatga ketar ekanman. Agar Abu ketayotgan bo'lsa, men divanda yotaman. Men yotaman. Qo'y, men birinchi kelganman. Charchab ketdim, uxlaverib. Ishsiz menman. Sen ishga bormadingmi? Ishga borib keldim. Kechki soat 7 bo'ldi. Shuncha ham uxlaydimi odam? Bir kun 7gacha uxlabman, nima qilibdi? Kecha 8gacha uxladingiz. Keyin ovqatlanamiz. Zerikib ketyapman. Ishlaysizmi adasi? Jo'ralar bilan kontr o'ynab kesammikan? Semirib ham ketdim-ey. Voy, ishlasangiz ozib ketasiz. Yo, futbol o'ynashga borsammikan? Och qoldim. Ishlagan odam hech qachon och qolmaydi. Tur ovqat qil. Men nonga chiqib kelay. Nimaga mendan pul so'ramadi? Mana non. To'xtang. Siz u joyda ishlayapsizmi? Yo'q. Nonga pulni qayerdan oldingiz? Ikkita nonga puli yo'q deb o'ylaysan. Yo, ikkita dona nonga puli yo'q deb o'ylaysan. Ha, pulim yo'q, sen nomingga qarzga oldim. Xotinim bilan urushib qoldim. Nimaga? Ishga ketayotib, kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'y degandim. Birortasini qilmagan. Dadasi, men ishga ketyapman. Men kelgunimcha kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'ying. Vaqti bo'lmagandir. Dada, ajrashaman, bo'l, tamom. Nimaga ajrashaman? Yo'q, ajrashaman, tamom bo'l. Aybim uchun onamiz uchun shuncha harakat qilyapman. Ana! Jim bo'l, ajrashaman, bo'l. Nimaga sababini ayt? Sabab yo'q. Sababini keltir. Bu. Oyligini meni kartamga ulab bermayapti. Nima? Yo, bunaqa erkaklar yo'qdir, aboja. Oshirib yuryapsiz, o'ldirib yuryapsiz.